Сильно больно. Дарюга ебаная. Слышу, животное ебаное. Тебя-то тоже будут в жопу ебать. Ekranda ko'rib turganingiz mashhur blogerlarning hayoti va ular yillar davomida blog yuritishgan, o'zlarini qay darajada ideal oila ekanligini ko'rsatib kelishganini, erkak o'zining farzandlarini va ayolini qay darajada haqorat qilgani va qay darajada ularga azob berganini ko'rsatib bergan. Lekin ular bu narsani keyinchalik aytishgan. Shu paytgacha ular juda ham chiroyli hayotni, qay darajada baxtli ekanligini va lyuks hayotni, Maldiv sayohatlar, pullarni ko'rsatishgan va insonlarni ham ideal hayotga va ideal oilaga o'rgatib qo'yishgan. Ayol mana shunday boy hayotda juda ham baxtsiz bo'lib yashagan, lekin Instagramga bu narsani bildirmagan. Video orqali u ayolni muhokama qilmoqchi emasman, lekin Instagram bizni ideal oilaga, ideal kartinkaga, ideal turmush o'rtoqga, ideal tanaga o'rgatib qo'ydi. Lekin bilishimiz kerak bo'lgan narsa, aslida ideallik mavjud emas. Biz o'zimizda bor bo'lgan hayotga, o'zimizda bor bo'lgan narsalarga shukurda bo'lishimiz kerak va Instagramdagi har qanday hayotga ham ishonmasligimiz kerak.